Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun men sizlarga pensiya to'lash tartibidagi muhim o'zgarishlar haqida juda zarur ma'lumotlarni tushuntirib beraman. Bu mavzu faqat pensionerlarga emas, ularning farzandlariga, nabiralariga, oilasida keksa ota-onasi bor har bir inson uchun muhim. Chunki pensiya vaqtida tushmasa, karta ishlamasa, hujjatda xato bo'lsa yoki to'lov tartibi o'zgarsa, birinchi bo'lib oddiy odam qiynaladi. Shuning uchun bu videoni oxirigacha ko'ring, yaqinlaringizga ham yuboring. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bunday amaliy ma'lumotlar ko'pchilikka kerak bo'ladi. Men bugun masalani oddiy tilda tushuntiraman. Pensiya oldin qanday to'langan, hozir nimalarga e'tibor berish kerak, kimlar xavotir olish kerak, kimlar esa ortiqcha vahimaga tushmasligi kerak, qaysi holatlarda pensiya kechikishi mumkin va bunday vaziyatda nima qilish kerak. Eng muhimi, men sizga amaliy qadamlarni aytaman. Qayerga murojaat qilish, qaysi hujjatlarni tayyorlash, arizada nimalarni yozish, bank yoki pensiya jamg'armasi bilan qanday gaplashish kerak. Avval pensiya to'lash tartibi ko'pchilik uchun juda oddiy ko'rinardi. Oy keladi, pensiya keladi, odam pulini oladi. Kimdir naqd pul shaklida olgan, kimdir bank kartasiga olgan, kimdir pochta orqali kutgan. Lekin amalda tizimda bir nechta muhim jihatlar bor edi. Pensionerning yashash manzili, bank rekvizitlari, pasport yoki ID karta ma'lumotlari, telefon raqami, tiriklik holatini tasdiqlash ishonchnoma orqali olish. Chet elga chiqib ketganlik holati, doimiy ro'yxatdan o'tish masalasi va boshqa ko'p narsalar pensiya to'loviga bevosita ta'sir qiladi. Hozirgi o'zgarishlarning mazmuni shundan iboratki, pensiya to'lovlari yanada tartibli, aniq va nazoratli shaklda o'tkazilmoqda. Bu nimani anglatadi? Endi faqat pensiya tayinlanganining o'zi yetarli emas. Pensiya haqidagi ma'lumotlar tizimda to'g'ri turishi, bank kartasi faol bo'lishi, shaxsiy ma'lumotlarda xatolik bo'lmasligi, kerakli holatlarda tasdiqlash jarayonlari vaqtida bajarilishi kerak. Agar shu zanjirdagi bitta joyda xato bo'lsa, pensiya kechikishi yoki vaqtincha to'xtatib turilishi mumkin. Men bu yerda odamlarni qo'rqitmoqchi emasman. Aksincha, men har bir tomoshabin bilib olish kerak bo'lgan narsani aytyapman. Pensiya tizimida tartib kuchaysa, bu halol va qonuniy pensiya oluvchilar uchun yaxshi. Chunki ortiqcha to'lovlar, noto'g'ri ma'lumotlar nomiga rasmiylashtirilgan, lekin amalda boshqa odam olayotgan pullar kamayadi. Lekin shu bilan birga hujjatlari eski, bank kartasi yopilgan, manzili o'zgargan, telefon raqami almashtirilgan yoki ishonchnomasi muddati o'tgan odamlar o'z vaqtida harakat qilmasa, muammoga duch kelishi mumkin. Oldingi tartibda ko'p holatlarda odamlar pensiya kelishini odat bo'yicha kutishardi. Masalan, pensioner bir bank kartasiga pensiya olardi. Karta muddati tugasa ham ayrimlar buni oxirgi paytgacha sezmasdi. Yoki odam boshqa tumanga ko'chib ketardi. Lekin pensiya organidagi manzil ma'lumotini yangilamasdi. Yoki pensioner uzoq vaqt farzandiniki yashab yurardi, ammo rasmiy manzil avvalgidek qolardi. Bunday holatlarda tizimda nomuvofiqlik paydo bo'lardi. Hozir esa asosiy talab shuki, ma'lumotlar aniq bo'lishi kerak. Pensiya kimga tayinlangan bo'lsa, to'lov aynan shu shaxsga yetib borishi kerak. Agar bank orqali to'lanayotgan bo'lsa, karta egasi pensionerning o'zi bo'lishi, karta faol bo'lishi, bank rekvizitlari to'g'ri bo'lishi lozim. Agar pensioner pensiyani ishonchnoma orqali oldirmoqchi bo'lsa, ishonchnoma qonuniy rasmiylashtirilgan, muddati o'tmagan va tegishli tartibda tan olinadigan bo'lishi kerak. Agar pensioner chet elda yoki boshqa hududda bo'lsa, bu ham alohida tartibda ko'rib chiqiladi. Masalan, oldin bir kampirimiz pensiyasini o'g'li kartadan yechib berardi. Karta onaning nomida, o'g'il faqat yordam berardi. Bu normal holat bo'lishi mumkin. Lekin agar karta o'g'ilning nomida bo'lsa, pensiya esa onaga tegishli bo'lsa, bu yerda savol tug'iladi. Chunki pensionerning shaxsiy daromadi hisoblanadi. Uni boshqa shaxs nomidagi karta orqali olish tartibga zid bo'lishi mumkin. Shuning uchun endi har bir oila shuni tekshirishi kerak. Pensiya tushayotgan karta kimning nomida? Karta muddati qachon tugaydi? SMS xabarnoma qaysi raqamga ulangan? Bankda shaxsiy ma'lumotlar yangilanganmi? Yana bir misol. Otaxonning pasporti eski bo'lgan, keyin ID karta olgan, lekin bankda eski pasport ma'lumoti qolgan. Pensiya organida esa yangi ID karta ma'lumoti turgan. Bank va davlat tizimidagi ma'lumotlar mos kelmasa, ayrim operatsiyalarda muammo chiqishi mumkin. Odam pulni olishga borganda bank xodimi ma'lumotni tekshiradi va farqni ko'radi. Natijada otaxon navbatda turib, asabiylashib, yana hujjat yangilash uchun yurishga majbur bo'ladi.
mana shunday mayda ko'ringan narsa real hayotda katta muammoga aylanadi. Birinchi bilish kerak bo'lgan narsa. Pensiya to'lovining kechikishi har doim ham pensiya bekor qilindi degani emas. Ko'pchilik bir kun kechiksa ham vahimaga tushadi. Aslida kechikish bankdagi texnik jarayon, bayram yoki dam olish kunlari ma'lumot almashinuvi. Karta muddati tugashi, hisob raqami o'zgarishi, hujjatdagi nomuvofiqlik yoki tizimdagi tekshiruv bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Shuning uchun avval sababni aniqlash kerak. Ikkinchi narsa, pensioner o'z hujjatlariga befarq bo'lmasligi kerak. Men doim aytaman, pensiya olayotgan odamning eng muhim hujjatlari tartibli joyda turishi lozim. ID karta yoki pasport, pensiya guvohnomasi yoki pensiya tayinlanganini tasdiqlovchi hujjat, bank kartasi, bank hisob raqami haqidagi ma'lumot, telefon raqami, yashash manzili, agar kerak bo'lsa ishonchnoma. Nogironlik yoki bo'g'uvchisini yo'qotganlik bilan bog'liq hujjatlar alohida papkada saqlanishi kerak. Uchinchi narsa, farzandlar ota-onasining pensiya masalasini tekshirib turish kerak. Men buni ota-onaning puliga aralashish ma'nosida aytmayapman. Men buni huquqiy va amaliy yordam sifatida aytyapman. Keksa inson bank kartasining muddatini, SMS xabarini, mobil ilovani, onlayn murojaatini tushunmasligi mumkin. Farzand esa 10 daqiqada tekshiradi va keyingi oy katta muammoning oldini oladi. Eng avvalo, bank kartasining muddati tugayotgan yoki tugab bo'lgan pensionerlar ehtiyot bo'lishi kerak. Karta ustida odatda oy va yil yozilgan bo'ladi. Masalan, 15-24 yozilgan bo'lsa, bu karta 2024 yil may oyigacha amal qilgan bo'lishi mumkin. Agar muddat tugagan bo'lsa, pensiya tushmasligi yoki puldan foydalanib bo'lmasligi mumkin. Bunday odam bankka borib kartani yangilash kerak. Ikkinchi guruh, manzili o'zgargan, lekin pensiya organiga xabar bermaganlar. Masalan, pensioner Toshkent viloyatidan Samarqandga ko'chib ketdi yoki bir tuman ichida boshqa mahallaga o'tdi. Agar rasmiy ma'lumotlar yangilanmagan bo'lsa, ayrim tekshiruv va xabarnomalar eski manzilga ketishi mumkin. Bu keyinchalik pensiya ishida chalkashlik keltirib chiqaradi. Uchinchi guruh, pensiyasini ishonchnoma orqali oldirayotganlar. Ishonchnomaning muddati juda muhim. Muddati o'tgan ishonchnoma bilan pul olish mumkin emas. Shuningdek, ishonchnoma notogri rasmiylashtirilgan bo'lsa yoki unda pensiya olish vakolati aniq yozilmagan bo'lsa, bank yoki tegishli tashkilot uni qabul qilmasligi mumkin. Masalan, ishonchnomada faqat hujjat topshirish vakolati yozilgan, lekin pensiya pulini olish vakolati yozilmagan bo'lsa, bu muammo tug'diradi. To'rtinchi guruh, chet elga ketgan pensionerlar yoki uzoq muddat boshqa davlatda bo'lganlar. Bu holatda alohida tartiblar bo'lishi mumkin. Pensionerning tiriklik holatini tasdiqlash, yashash joyi, bank hisob raqami, vakil orqali murojaat qilish kabi masalalar oldindan tekshirilishi kerak. Chet elda yurgan odam ko'pincha pensiya o'z-o'zidan kelaveradi deb o'ylaydi. Lekin ayrim holatlarda tasdiqlovchi hujjat talab qilinishi mumkin. 5-guruh, nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi oluvchilar. Bu yerda tibbiy ekspertiza, nogironlik muddati, qayta ko'rikdan o'tish sanasi juda muhim. Agar nogironlik muddati tugagan bo'lsa va qayta ko'rikdan vaqtida o'tilmagan bo'lsa, to'lov vaqtincha to'xtashi mumkin. Masalan, fuqaro 2 guruh nogironlik bilan nafaqa olib yurgan, lekin belgilangan qayta ko'rik sanasida tibbiy komissiyaga bormagan. Bunday holatda tizim to'lovni davom ettirish uchun asos ko'ra olmasligi mumkin. Agar pensionerning hujjatlari joyida bo'lsa, bank kartasi faol bo'lsa, karta aynan pensioner nomida bo'lsa, manzil ma'lumotlari to'g'ri bo'lsa, telefon raqami ishlayotgan bo'lsa va oxirgi oylarda pensiya muntazam tushayotgan bo'lsa, ortiqcha vahima qilishga hojat yo'q. O'zgarishlarning maqsadi hammani qiynash emas, tartibni aniq qilishdir. Masalan, onaxon har oy pensiyasini bank kartasiga oladi. Kartasi 2027 yilgacha amal qiladi. ID kartasi bankda yangilangan. Telefon raqamiga SMS keladi. Manzili o'zgarmagan. Bunday holatda u har oy pul tushishini odatdagidek kuzatadi. Faqat karta muddati, telefon raqami va hujjatlarni vaqti bilan tekshirtirib tursa yetarli. Yana bir misol. Otaxon pensiyasini naqd pul emas, karta orqali oladi. Bank ilovasida kirimlarni ko'rib turadi. Agar oyning 5 sanasida keladigan pensiya 6 yoki 7 sanaga o'tsa, darhol pensiyam bekor bo'ldi deb o'ylamaslik kerak. Avval bank xabarlarini tekshirish, keyin pensiya jamg'armasi yoki bankka murojaat qilish kerak. Ko'p hollarda bunday kechikish texnik yoki kalendar sababli bo'ladi. Birinchi vaziyat. Olim tekis yoshli pensionerning pensiyasi har oy 1 million 900 ming so'm tushadi.
u bank kartasidan bozorda, dorixonada foydalanadi. Bir oy pensiya tushgandek bo'ladi, lekin karta orqali to'lov o'tmaydi. Sababini tekshirishsa, karta muddati tugagan. Bu yerda pensiya yo'qolmagan, pul hisobda turishi mumkin, lekin karta amal qilmagani uchun foydalanib bo'lmaydi. Yechim oddiy. Banka ID karta bilan boradi, yangi karta ochadi yoki mavjud hisobga yangi plastik oladi, keyin puldan foydalanadi. Ikkinchi vaziyat. Pensiona onaning pensiyasi 1.600.000 so'm. Farzandi boshqa viloyatda yashaydi. Ona telefon raqamini almashtirgan, lekin bankda eski raqam qolgan. Bank operatsiyasi uchun SMS kod eski raqamga ketadi. Ona pul yecha olmaydi. Farzandi esa masofadan yordam bera olmaydi. Bu holatda banka borib telefon raqamini yangilash kerak. Oddiy raqam o'zgarishi ham pensiya pulidan foydalanishni qiyinlashtirib qo'yadi. Uchinchi vaziyat. Nogironlik nafaqasi oluvchi fuqaro har oy 900.000 so'm atrofida to'lov oladi. Uning nogironlik muddati ma'lum sanagacha belgilangan. U qayta tibbiy ko'rikka vaqtida bormaydi. Keyingi oy to'lov kelmaydi. Odam buni adolatsizlik deb o'ylaydi. Lekin tizimda huquqiy asos tugagan bo'ladi. Bunday holatda tibbiy komissiyani o'tish, hujjatni yangilash, keyin tegishli tartibda to'lovni tiklash masalasini ko'rish kerak. 4-vaziyat. Otaxon pensiyasini qizi orqali ishonchnoma bilan oldirib kelgan. Ishonchnoma 1 yilga berilgan. 1 yil o'tganini hech kim sezmagan. Banka borganda qiziga pul berilmaydi. Bu bankning xohishi emas, qonuniy talab. Ishonchnoma muddati o'tgan bo'lsa, vakolat tugaydi. Yechim: yangi ishonchnoma rasmiylashtirish yoki pensionerning o'zi tegishli tartibda bank operatsiyasini bajarishi kerak. 5-vaziyat. Pensioner boshqa tumanga ko'chib ketgan, lekin ro'yxat va pensiya ishini yangilamagan. Biror xabarnoma eski manzilga borgan, pensioner esa bexabar qolgan, keyin pensiya ishida tekshiruv paydo bo'lgan. Bunday muammo bo'lmasligi uchun ko'chganingizdan keyin faqat kommunal xizmat yoki mahalla bilan cheklanib qolmang. Pensiya masalasida ham ma'lumotlarni yangilang. Pensiya masalasida ham holat bir xil emas. Yoshga doir pensiya. Nogironlik pensiyasi, bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi, ijtimoiy nafaqa, kompensatsiya to'lovlari, imtiyozli pensiya holatlari to'liqcha tartibga ega bo'lishi mumkin. Shuning uchun bir qo'yda hammaga bir xil ishlaydi deb o'ylash xato. Masalan, yoshga doir pensiya olayotgan odam uchun asosiy muammo bank va shaxsiy ma'lumot bo'lsa, nogironlik to'lovida tibbiy xulosa va qayta ko'rik muhim bo'ladi. Yana bir nozik masala pensiya miqdoridagi o'zgarish. Bazaviy miqdorlar, ish staji, ish haqi hisob kitobi, qayta hisoblash, ustamalar va indeksatsiya masalalari har doim alohida tekshiriladi. Agar kimdir pensiyam kamayib qoldi desa, avval bankdan tushgan summa, keyin pensiya jamg'armasidagi hisob kitob, keyin ushlab qolishlar bor yo'qligi tekshiriladi. Ba'zan odam qarzdorlik aliment. Sud ijro hujjati yoki boshqa ushlab qolish sababini bilmaydi. Pensiya tushgan, lekin bir qismi qonuniy asosda ushlab qolingan bo'lishi mumkin. Ishlayotgan pensionerlar ham e'tiborli bo'lishi kerak. Ayrim to'lovlar va ustamalar ishlash holatiga qarab o'zgarishi mumkin. Pensioner rasmiy ishlayaptimi? Mehnat shartnomasi bormi? Ish beruvchi ma'lumotlarni to'g'ri kiritganmi? Soliq va ijtimoiy tizimlarda ma'lumotlar qanday aks etgan? Bular ham ahamiyatli bo'lishi mumkin. Agar ishlayotgan pensioner pensiya miqdorida farq sezsa, faqat banka emas, pensiya jamg'armasiga ham murojaat qilish kerak. Chet elga chiqish masalasida ham ehtiyot bo'lish kerak. Bir necha oyga farzandiniga ketgan pensioner bilan doimiy yashash uchun boshqa davlatga ketgan pensionerning holati bir xil emas. Agar pensioner uzoq muddat chetda qolsa, oldindan tartibni bilib olish kerak. Qaysi hujjatlar kerak? Tiriklikni tasdiqlash kerakmi? Elchixona yoki konsullik orqali hujjat olinadimi? Vakil orqali topshirish mumkinmi? Bularni aniq qilib olish zarur. Yana bir ko'p uchraydigan nozik jihat. Ism, familiya yozilishidagi farqlar. Masalan, pasportda familiya bir xil, bankda bitta harf boshqacha. Eski hujjatda otasining ismi boshqa transliteratsiyada yozilgan. Bu kichik xato kabi ko'rinadi. Lekin elektron tizimlar bunday farqni muammo sifatida ko'rishi mumkin. Ayniqsa lotin va kiril yozuvlari almashgan davrda hujjat olgan odamlarda bunday holatlar uchraydi. Shuning uchun bank, pensiya organi va shaxsiy hujjatlardagi ma'lumotlar bir-biriga mos bo'lishi kerak. Eng katta xatolardan biri odamlar pensiya kelmay qolganda faqat tanish bilishdan so'raydi. Biri boshqa gap aytadi. Ikkinchisi umuman noto'g'ri maslahat beradi. Men ekspert sifatida aytaman. Pensiya masalasida rasmiy manbaga murojaat qilish kerak.
bankdagi muammo bank orqali pensiya tayinlash va hisob kitob muammosi pensiya jamg'armasi orqali. Hujjat muammosi tegishli davlat xizmatlari yoki ichki ishlar organlari orqali hal qilinadi. Ikkinchi xato hujjatlarni oxirgi kunga qoldirish. Karta muddati tugayotganini bilib turib, keyingi oy pensiya tushganda hal qilaman deyishni noto'g'ri. Bankda navbat bo'lishi mumkin. Yangi karta chiqishi vaqt bo'lishi mumkin. Tizim yangilanishi kechikishi mumkin. Eng yaxshi yo'lda shu. Kartaning tugash muddatidan kamida 1 oy oldin bankka borish. Uchinchi xato ishonchnomani umumiy yozdirish. Masalan, ishonchnomada hamma ishlarimni qilsin deb yozilgan bo'ladi. Lekin bank yoki pensiya organi aniq vakolat so'rashi mumkin. Shuning uchun ishonchnoma rasmiylashtirilayotganda pensiya olish, bank hisobini boshqarish, ariza topshirish, hujjat olish kabi vakolatlar aniq yozilgani ma'qul. Notariusga vaziyatni tushuntirib, nima uchun ishonchnoma kerakligini ochiq aytish kerak. 4-xato pensionerning telefon raqamini boshqa odam nomiga rasmiylashtirish. Bu hamisha muammo degani emas. Lekin amaliyotda qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Kod bank xabarnomasi tasdiqlash xabari onlayn xizmatlarga kirish aynan shu raqamga bog'liq bo'ladi. Iloji bo'lsa, pensioner foydalanadigan asosiy raqam uning o'zi nomida va doimiy ishlaydigan bo'lgani yaxshi. 5-xato pensiya miqdorini tekshirmaslik. Har oy qancha tushayotganini yozib borish foydali. Masalan, yanvar oyida 1.970 ming so'm, fevralda ham shuncha, martda 1.970 ming so'm tushdi. Agar aprel oyida birdan 1.200 ming so'm tushsa, sababini aniqlash kerak. Bu ushlab qolishmi, qayta hisob kitobmi, xatolikmi? Buni hujjat asosida tekshirish kerak. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Siz hozir nima qilishingiz kerak? Men har bir oilaga quyidagi tartibda tekshiruv o'tkazishni tavsiya qilaman. Birinchidan, pensionerning shaxsiy hujjatini tekshiring. ID karta yoki pasport amal qilyaptimi? Undagi ism, familiya to'g'ri yozilganmi? Tug'ilgan sana, JSHSH raqami, doimiy manzil ma'lumotlari joyidami? Agar hujjat eskirgan yoki almashtirgan bo'lsa, bank va pensiya organidagi ma'lumotlar ham yangilanganmi? Shuni aniqlang. Ikkinchidan, bank kartasini tekshiring. Karta pensioner nomidami? Muddati qachon tugaydi? PIN kodni pensioner biladimi? Karta bloklanmaganmi? SMS xabarnoma qaysi raqamga ulangan? Agar karta muddati yaqinlashgan bo'lsa, bankka borib yangilang. Bankka borganda ID karta yoki pasportni oling. Agar pensionerning o'zi bora olmasa, bankdan vakil orqali qanday tartibda amalga oshirish mumkinligini so'rang. 3-dan, pensiya tushumlarini tekshiring. Oxirgi 3 oyda qancha pul tushganini bankdan ma'lumotnoma yoki ilova orqali ko'rish mumkin. Agar summa o'zgargan bo'lsa, sababini aniqlang. Bank faqat pul tushganini ko'rsatadi. Lekin pensiya hisob kitobini bank qilmaydi. Hisob kitob uchun pensiya jamg'armasiga murojaat qilinadi. Shuning uchun bankdan javob ololmasangiz, masalani noto'g'ri joyda izlamang. 4-dan, yashash manzilini yangilang. Agar pensioner boshqa manzilda yashayotgan bo'lsa, rasmiy ro'yxat masalasini ko'rib chiqing. Mahalla, tuman, shahar, davlat xizmatlari markazi yoki tegishli idora orqali manzil ma'lumotlarini tartibga keltiring. Keyin pensiya organiga ham bu haqda xabar berish zarur bo'lishi mumkin. 5-dan, ishonchnomani tekshiring. Agar pensiyani boshqa odam olib berayotgan bo'lsa, ishonchnoma muddati qachon tugashini yozib qo'ying. Unda vakolatlar aniq ko'rsatilganmi? Pensionerning ma'lumotlari to'g'ri yozilganmi? Vakilning ma'lumotlari to'g'ri yozilganmi? Shularni tekshiring. Muddati tugashga yaqin yangi ishonchnoma rasmiylashtirishni kechiktirmang. 6-dan, nogironlik yoki boshqa muddatli to'lovlar bo'lsa, qayta ko'rik sanasini alohida yozib qo'ying. Telefon kalendariga eslatma qiling, qog'ozga yozib, hujjatlar papkasiga soling. Chunki bitta sana o'tib ketsa, keyingi oy to'lovda muammo bo'lishi mumkin. Tibbiy hujjatlar, xulosalar, komissiya qarorlari tartibli saqlansin. Agar pensiya umuman tushmasa, avval bank hisobini tekshiring. Karta ishlayaptimi, hisob yopilmaganmi? Pul tushgan, lekin karta bloklangan emasmi? Bank xodimidan pensiya tushumi bo'yicha ma'lumot so'rang. Agar bankda pul tushmagan deyishsa, keyingi qadam pensiya jamg'armasiga murojaat qilish. Pensiya jamg'armasiga borganda shaxsiy hujjat, bank rekviziti, pensiya guvohnomasi yoki mavjud hujjatlar, oxirgi to'lovlar haqida ma'lumot agar vakil bo'lsa ishonchnoma olib boriladi. Murojaatda aniq yozish kerak. Qaysi oydan beri pensiya tushmayapti? Oldin qancha tushgan? Qaysi bank kartasiga tushgan? Telefon raqamingiz, manzilingiz masalani tekshirib
Yozma javob berishni so'raysiz. Agar pensiya miqdori kamaygan bo'lsa, arizada shunday yozish mumkin. Men falon sanadan buyon yoshga doir pensiya olaman. Oldingi oylarda falon summa to'langan, falon oyda summa kamaygan. Kamayish sababi va hisob-kitob asoslarini tushuntirib berishingizni so'rayman. Bu juda muhim. Og'zaki so'raganda umumiy javob olishingiz mumkin. Yozma murojaatda esa aniq hujjatli javob talab qilinadi. Agar bank kartasi bilan muammo bo'lsa, bankka alohida ariza bering. Karta bloklanganmi? Hisob faolmi? SMS raqam to'g'ri ulanganmi? Rekvizitlarda xato yo'qmi? Shularni tekshirtiring. Ba'zan pensiya organi pulni yuborgan bo'ladi, lekin bank hisobidagi texnik holat sabab pensioner puldan foydalana olmaydi. Shuning uchun har ikki tomonni alohida tekshirish kerak. Agar hujjatdagi ism, familiya, tug'ilgan sana yoki boshqa ma'lumotlarda xato bo'lsa, Davlat xizmatlari markazi yoki tegishli idoraga murojaat qilib, hujjatni to'g'irlash kerak. Hujjatdagi xato tuzatilmasdan turib, pensiya tizimidagi muammo to'liq hal bo'lmasligi mumkin. Bu ayniqsa eski pasport, nikohdan keyin familiya o'zgarishi, Lotin Kiril yozuvi farqi bo'lgan holatlarda muhim. Men har bir pensioner oilasiga oddiy daftar tutishni maslahat beraman. Bu daftar katta narsa emas, lekin foydasi katta. Unda pensiya tushgan sana, tushgan summa, bank kartasi muddati, bank nomi, pensiya organi manzili, telefon raqami, ishonchnoma muddati, tibbiy ko'rik sanasi yozib boriladi. Masalan, 2025 yil yanvar 20 milyon 980 ming so'm 6 sanada tushdi. Fevral 20 milyon 980 ming so'm 7 sanada tushdi. Mart 2 milyon 1.2 ming so'm 6 sanada tushdi. Shunday yozib bo'lganda biror muammo chiqsa, sizda aniq ma'lumot bo'ladi. Farzandlar ham ota-onasining roziligi bilan mana shu daftarni yuritib bersa, juda ko'p tushunmovchiliklarning oldi olinadi. Men amaliyotda ko'p ko'raman. Odam pensiyam kamaydi deydi, lekin oldin qancha olganini aniq bilmaydi. Bankdan ko'chirma olganda esa masala boshqacha chiqadi. Kimdir pulning bir qismini yechib qo'ygan bo'ladi. Kimdir karta orqali dorixonada to'lov qilganini unutgan bo'ladi. Kimdir ushlab qolishni bilmagan bo'ladi. Aniq yozuv har doim foyda beradi. Pensiya masalasida telefon orqali kelgan har qanday xabarga ishonib ketmang. Kimdir sizga qo'ng'iroq qilib, pensiyangizni tiklab beraman, karta raqamingizni ayting, SMS kodini yuboring deb so'rasa, bu juda xavfli. Bank kodi, karta pin kodi, SMS tasdiqlash kodi hech kimga aytilmaydi. Pensiya masalasini hal qilaman degan notinch odamlarga pul bermang. Rasmiy idoralar sizdan telefon orqali karta parolini so'ramaydi. Agar kimdir pensionerning nomidan karta ochib pulni o'zi boshqarayotgan bo'lsa, bu oilaviy ishonch masalasi bo'lib ko'rinishi mumkin, lekin huquqiy tomondan ehtiyot bo'lish kerak. Pensionerning roziligi bo'lmasa, uning pensiyasidan foydalanish mumkin emas. Pensiya pensionerning mulki. Farzand yordam berishi mumkin, lekin bu yordam ochiq, rozilik bilan va qonuniy bo'lishi kerak. Bugungi mavzudan asosiy xulosa shuki, pensiya to'lash tartibidagi o'zgarishlar odamlarni qiynash uchun emas, to'lovlar aniq, shaffof va to'g'ri egasiga yetib borishi uchun qilinmoqda. Lekin tizim tartibli bo'lsa, odamning hujjatlari ham tartibli bo'lishi kerak. Karta muddati, bank ma'lumoti, shaxsiy hujjat, manzil, ishonchnoma, tibbiy ko'rik sanasi, telefon raqami, bularning hammasi pensiya to'loviga ta'sir qilishi mumkin. Men sizdan iltimos qilaman, bugunoq oilangizdagi pensionerlarning hujjatlarini tekshiring. Karta muddati o'tmaganmi? Telefon raqami ishlayaptimi? Pensiya qaysi hisobga tushyapti? Ishonchnoma muddati tugamaganmi? Manzil ma'lumoti to'g'rimi? Hammasini birma-bir ko'rib chiqing. Bu ish 20 daqiqa vaqt oladi, lekin keyingi oy katta muammoning oldini olishi mumkin. Agar sizda pensiya kechikishi, karta muammosi, ishonchnoma, nogironlik to'lovlari yoki pensiya miqdori bo'yicha savol bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Men eng ko'p berilgan savollar bo'yicha alohida tushuntirish beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangizga, qarindoshlaringizga, mahallangizdagi pensionerlarga yuboring. Chunki bitta odam bilsa, faqat o'zi foyda ko'radi. Hamma bilsa. Ko'pchilik ortiqcha ovora bo'lmaydi.